Men oxirgi marta kecha yolg'on gapirdim yoshim haqida. Aslida men yoshim aytolmayman-u, lekin 96man, 97man desam ishonadi. Yana kimdirlar aytishadi, "Voy, 93misiz?" deb. Atak men mayli, unisi ham aytmayman. Yoshim kichkinada, sizlar ham katta berishadi. Shuning uchun ham yoshimni ko'p aldaboraman-da, ishonish uchun. Sizlar ham o'shaning uchun ko'p yolg'on gapiraman. Atak vaqti yolg'on gapiradigan qiz emasman. Faqat yoshingiz bilan bog'liq bo'lsa, Da, yolg'on gapiraman. Chunki nazar, ko'z degan narsalar bor-da, jo'ralarim. Qachon? 2 kun oldi. 2 kun oldin. Nima deb qaldingiz? Bugun men tug'ilgan kunim deb. Kimmi? O'zim, o'rtog'im. O'rtog'ingiz demak tug'ilgan kun. Ha. Sovg'a oldingizmi? Yo'q, olmadim. Demak Aldagandim. Odamlar emas, onamlarga Nima deb yolg'on gapirdingiz? pul bergandilar-da. Boshqa narsaga berganda, men boshqa narsaga ishlatib qo'ydim-da. Demak o'z manfaatingiz uchun ishlayapsiz. Ha. Ko'p yolg'on gapirib turasizmi? Yo'q. Ora-orada shunaqa vaziyat bo'lsa yolg'on gapirasiz. Shunaqa vaziyat bo'lsa. Nima qo'yingiz yolg'on gapirish? Qanchalik to'g'ri? Yo'q, to'g'ri emas. Qilgan ishim ham to'g'ri emas. Ancha xalar chiqanda aytsam. Bilmaylar lekin. Yo'q.